Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Timur Kapadze Navbahor futbol klubining yangi bosh murabbiyi sifatida rasman tanishtirildi. Tajribali mutaxassis klub rahbariyati bilan barcha masalalarni muhokama qilgan holda jamoadagi kelgusi rejalar va maqsadlar yuzasidan to'liq kelishuvga erishdi. Tomonlar o'zaro shartnoma imzoladi. Timur Kapadze O'zbekiston futbolining eng taniqli vakillaridan biri bo'lib, murabbiylik faoliyati davomida yoshlardan tortib milliy terma jamoagacha bo'lgan turli darajadagi jamoalarni muvaffaqiyatli boshqargan. Uning qo'l ostida jamoalar xalqaro maydonda yirik natijalarga erishgan. Navbahor rahbariyati Timur Kapadzening tajribasi, professional qarashlari va zamonaviy futbolga oid yondashuvi klub oldiga qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishda muhim o'rin tutishiga ishonch bildiradi. Yangi bosh murabbiy bugundan boshlab jamoa bilan ishlashni boshlaydi, deyiladi klub matbuot xizmati xabarida. So'nggi paytlarda O'zbekiston terma jamoasi safida va Persepolis klubida ajoyib harakat qilayotgan Oston Urinov futbol jamoatchiligining e'tiborini tortmoqda. Eronlik murabbiy Ali Mansuryan Urinovning o'yini qayta ochilib, Persepolisda o'zining eng yaxshi holatiga qaytganini ta'kidladi. Urinov kabi texnik jihatdan kuchli futbolchilar murabbiydan avvalo ishonch va hurmat kutishadi. Bunday o'yinchilarni cheklash mumkin emas, balki ularga maydonda erkin harakatlanish imkonini berish kerak. Chunki u o'z texnikasi orqali raqibning 2-3 nafar futbolchisini osongina aldab o'tadi, dedi murabbiy Shabnayev futbol dasturida. Farg'onaning Neftchi klubi bilan joriy mavsum Superliga chempioni bo'lgan Vitaliy Lipchenko klub bilan amaldagi shartnomasini uzaytirmadi. 53 yoshli mutaxassis endi erkin agentga aylandi. Mishmishlarga ko'ra, Neftchini O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Islom Ismoilov boshqaradi. Vitaliy Lipchenkoga O'zbekiston, Qozog'iston Superligasi klublaridan taklif borligi, Tojikistondan ham qiziqish bildirayotgan klublar borligi haqida ma'lumotlar bor. Vitaliy Lipchenko 2022-yil iyul oyidan boshlab Yo'lbarslar boshqaruvida ishlab kelayotgan edi. Hozirda Tehronning Istiqlol klubi sharafini himoya qilayotgan O'zbekiston terma jamoasi vengri Jaloliddin Masharipov kelasi mavsumni Superliganing yangi chempioni Neftchi tarkibida o'tkazishi mumkin. Bu haqda Top Podcast Telegram kanali xabar berdi. Manbaga ko'ra 32 yoshli futbolchi farg'onaliklar bilan muzokaralar o'tkazgan. Katta ehtimol bilan Masharipov Yo'lbarslar jamoasiga kelishi mumkin.